Isroil endi Xitoyga hujum qilishi mumkin. 5 ta davlatga zarba bergandan so'ng endi Isroil o'z ogohlantirishini Xitoyga qaratdi. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. Xitoyga 19-sentyabr kuni Isroil Livanda keng ko'lamli zarbalar berib, Tibinin va Ansor shaharlaridagi bir nechta transport vositalarini nishonga oldi. Natijada 2 kishi halok bo'lgan va 11 kishi jarohatlangani xabar qilindi. Oradan bir kun o'tib 20-sentyabr kuni Isroil Yaman poytaxti Sanodagi gazeta majmuasiga yirik operatsiya uyushtirdi. Hujum oqibatida 31 nafar ommaviy axborot vositalari xodimlari halok bo'ldi va bu so'nggi yillarda matbuotga qilingan eng dahshatli hujumlardan biriga aylandi. Bu keskinlashuv Isroilning avvalgi ogohlantirish ortidan yuz bermoqda. Rahbarlarga boshpana bergan har qanday davlatga qarshi chora ko'riladi. Endi Isroil Hamas rahbarlari Pekinda ekanligini da'vo qilib, Xitoyni global tashviqot tarqatishda ayblamoqda. Bu ayblovlar butun dunyoda xavotir uyg'otdi va Isroil Xitoyga qarshi harakat qilish mumkinligiga ishora qilmoqda. Biroq Isroil bir narsani unutayotgan bo'lishi mumkin. Xitoy dunyodagi ikkinchi eng qudratli davlat. Agar Isroil bunday qadamga jur'at etsa, bu mamlakatning eng katta va so'nggi xatosi bo'lishi mumkin. Isroil haqiqatan ham Xitoyga qarshi harakat qiladimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Yanada qiziqarli tahliliy materiallarni kuzatib borish uchun esa menga obuna bo'lishni unutmang.